Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali a'zolari. Mana oxirgi xonamiz shkaturkasi bo'lyapti. Xabarlaringiz bu xonamizni o'zimizga parnik qilib taxlagan edik, issiqxona qilib yotish uchun. Yakuniga keldik mana xudo xolasa. Ertaga abedgacha tugatamiz buni. Keyin atkoslari qoladi, ko'cha shkaturkasi. Stechkasi ham chala qo'ygan. Stechkasini ham qilamiz xudo xolasa. Xonalarimizni hammasini chiroyli qilib bitirdik. Nasib bo'lsa mana hammasini ko'rsatib o'tganman. Avvalam hamma xonalarimiz mana to'kilib bo'ldi, materiallari ham kelgan. Xudo xolasa to'kilib bo'ldi, bosib ustidan stechkani yuritamiz. Va ishimiz shu bilan yakun bo'ladi. Podokonnliklar qo'yilgan, derazalarimiz qo'yildi oynalari bilan. Hammasi kelgan materiallarni. Xonamiz ham bitdi. Ichkariga bana. Baniyamiz ham bordi. Buni ham bitirdik xudo xolasa. Bu joylarni qarang, qanday ajoyib. Ustalarimiz juda mohirlik bilan ishlashgan. 90 gradus. Gap yo'q. Bu xonamiz ham bitgan spalni. Hamma xonalarimiz bitdi. Zalimiz ham bitgan. Kuxniya. Buni video qilganiga avvalam. Buni so'raganlar uchun yana devorda tagi bilan. Qana xohlasa shunday tushirib ko'rsatib beramiz. Burchi. Ishga turamiz. Rotban kerak emas endi. Usta ikkisida shpagulovka bilan tax bo'ladi devor. Aboy yo bo'lmasam kraska qilib. Kimni qiziqtirgan taklif savollar bo'lsa, bemalol murojaat qiling. Biz aloqadamiz, suhbatlarga qilamiz. Musofir yurtda yurgan ko'kalarimizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Oila barlarga eson-omon qaytsin. Hayır, sog' salomat bo'linglar do'stlar.